Salom do'stlar, Madridning Real klubi nafaqat futbolchilarni sotib olish, balki o'z kontraktlarini sotishni ham uddasidan chiqishyapti. Mana bularning masalan Gonzalo Garsiyani 42 million evaziga transfer qilishdi Fulham jamoasiga. Undan keyin adashmasam Cesar Palacios degan o'yinchisi bor. Uni ham 10 million yevro evaziga transfer qilishdi. Niko Pazni esa Como jamoasi 60 million evaziga sotib olishdi. Viktor Munyozni esa 25 million evaziga Liverpoolga o'tdi. Mario Hilla, Rodriguez, Chema Andres, Orbador, Fran Garcia, Mario Marin, Juan Ramon bu o'yinchilar ham adashmasam 15 milliondan 5 million o'rtalarida transfer qilinishdi. Общий hisobda esa 198 million yevro evaziga o'z kontraktlarini sotgan madridliklar va ularning o'rniga biz bilganday Yan Diamande 100 milliondan sal ko'proq narxga baholandi. Va Mark Cucurella 55 millionga keldi. Denzel Dumfries 20 million. Ibrahima Kanate, Bernardo Silva bular tekinga keldi desa ham bo'ladi. Va mana oxirgi yangiliklarga qaraganda oxirgi yangiliklardagi Carlos Espi 25 million evaziga keldi. Общий kirdi-chiqdi hisoblar bo'yicha Real sotgan futbolchilari 198 million bo'lsa, sotib olgan futbolchilari esa 200 million. Plus minus 5 million minusda Real. Lekin bunaqa ajoyib transferni hali birorta klub qilmagan bo'lsa kerak. Xo'sh, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qaysi transfer o'zini oqlaydi? Komment yozib qoldiringlar.